Bugun 1-may, navbatdagi to'garak mashg'ulotimiz, mavzumiz gap tuzish. Hozir biz biriktirilgan o'quvchilar bilan, iqtidorli o'quvchi, bo'sh o'zlash o'quvchilarimiz biriktirilgan shlyapa metodi asosida gap tuzamiz. Mana bu shlyapalarda, mana bu stol ustida turgan shlyapalarda aralash so'zlar yotibdi. Mana shu so'zlardan sizlar to'g'risini topib gap tuzishingiz kerak bo'ladi. O'yin sharti hammaga tushunarlimi? Vaqt ketdi, boshladik. Marhamat. Vaqt ketdi. Ha, qani? Mana gullarni ochiladi. Mana gullar ko'chatlaridan Har xil gullar, to'g'ri. ko'chatlaridan ertalab Yaxshi. Qani so'zimizni to'g'rilab o'qib ko'ramiz. Xo'p, yana izlab ko'ramiz. Izlaymiz. qozonda ham qo'lidagi qozonda kunda qozonda tayyorlanadi. Yaxshi. Bo'ldi. Xo'p. Marhamat, Muslima va Bibinisa gaplaringni o'qing. Bahorda sumalak bug'doy donidan pishirildi. Xo'p. Amirxon tez katta bo'ldi. Bog'imizda eng sara gul ochiladi. Kunda qozonda tayyorlanadi. Xo'p, yaxshi. Otam bu yil har xil gullar ko'chatlaridan ekdilar. Qoravoy ham turli nom qo'ydi. Mana shu yerda demak biz aralash so'zlardan nima qildik? Gaplar tuzdik. Xo'p. Bugungi o'yinimiz, shlapa o'yinimiz sizga yoqdimi? Menga o'yin juda yoqdi. Shlapa metodi ko'proq matnni o'qib, so'z boyligini oshirishim kerak ekan. Yaxshi. Menga bu shlapa metodi juda yoqdi. Chunki bu yerda bizga ko'proq topqirlik va chanqoqlik zarur bo'ldi. Izlanuvchanlik kerak bo'ldi. Demak, bugungi shlapa metodida qatnashganingiz uchun barchangizga rahmat.